Leksiyana devam hürmetli vatandaş. Endeki leksiyemiz avval çizla. Bugün çizla 2024 yıl 6. ayının 16. günü heptik yekşembe vatandaş. Endeki haberimiz biz şu bir işken avveli kayni deyli. Yeti devlet güroyi taliyat şıgın açıdı. Nemi deydu, nemi karar kılıdı. Kıskıça veya ki uzunrak doktor işilen silegi leksiya tapşırıp geldik. Köpemez senin yetişemedik. Nurgun haberler gelip kaldı vatandaş. Endi bugün sözleydiğimiz bundak, mavzuunundak tahlili haber, yani analiz karakterli haber deyli. Yeti devlet güroyi birleşme ahbaratı. Cungo'ga birlikte dikkat kılışını aksettirip verdi. Söz ibarla ve hareket ki özgürüşlü. Yüzbedi. Lekin Cungo'nun hareketlerini özgertelmeydi. Ya ki Cungo'nun siyasetlerini özgertelmeydi. Mavzulu haber 6. ayının 15. günü Amerika Ovazı'nın taytlı programı ilan kılın. Mesela bir yer değil, Cungo'nun hareketlerini özgertelmeydi. Cungo'nun kılmışlarını özgertelmeydi. Mesela yeti devlet güroyu Cungo'dan talep kılgan. Özgertişin talep kılgan. Kayıt oylap için talep kılgan mesele. Mışıla doğrusu da biz yeti devlet güroyu besim işiltimiz, agahlandırış birimiz ve sohbet diyalogda bulumuz dedik. Şunda kılıp geldik. Bu işler Cungo'nun özünün kılmışlarını, yani haddi hareketlerini, siyaset karakterlik özgertiş mümkünlük elip kelmeydi ya ki Cungo. Özden bu hareketlerini özgertmeydi dedi. Ben şahsen bunun yerim işinip yerim işenmeyim. Hem de bu aşındak bir karaşla oturup çıkarıp da Cungo'nun bu devletin maiyeti nime dese buzek itidiğen küçlükten korkuduğun, kaçıdığın. Şundak bir karakteri var millet ve şundak bir devlet bu vatandaş. Hazır hesapta korkmayman da vakırap durdu, cakırap durdu. O bir başka gap. Emniyette Cungo Garp dünyasının Amerika başçılığıda Garp demokratik lagerinin işiltivatkan her kandak besimiden korkudu. Digine bu içi tertipke salıdı. Başta ettik o attın çürülü üzengiden düşmeydi de bana mı şunlar Cungo? Bir yer Cungo özgertmeydi, bizge pisent kılmaydı degen kulağız çıkarışıp bombaydı. Tahlilçiler bunu sel artık mübalağa şekilde oturup koygan bolsa gerek vatandaş. Washington yeti devlet güroyu iştaliyet yok bir dercilikler yığınının ahbaratı da ötkör söz ibarla bilen Cungo'nun Rusya'ya yardım bergelliği doğrusu agahlandırış var. Başta ahırmış temini sözlep bilevatımız vatandaş. Hem de devamlı tedbir kullanıp Rusya'nın imborgudun özünü daldığı elişiğe yardım berivatkan devletlerge mi besim işletimiz ve ulanımı imborgu kılımız diye yerge geldi. Yetti devlet güroyu. Mesela Rusya imborgu yolukta onun da kutulduruşu yardım berivatkan Cungo yani başka devletler ötkeni sanıdık o. Silage mi biz muşundak tedbir kullanımız deyip görsen. Yetti devlet güroyu rehberleri Cungo'nun gayri pazar ilgili siyaseti ve Cungo'nun kılmış hareketlerinin en sıraylıqallığını bildirdi. Sonra ticaret sahası daha Cungo Garp dünyasının nezdindeki pazar ilgiliğindeki devletki ötken devlet emez. Hazırgıça karşılık kılıvatıdı. Pazar ilgiliğindeki devlet ötken devlet emez. Karşılıklı görüşüp geldi. Bugünkü iktisadi ahval başta ettik vatandaş. Cungo şunu iktisat başkuruş yatmış şu meseleler. Mesela pazar ilgiliğindeki devletki ütüş. Bunun için ne için siyasette kandak korkudu, kandak siyasetten, kandak vaziyetten korkudu. Bu takı aşkarı emez. Yani azı meslek bunu ettiremeyim. Ne için korkudu? Pazar ilgiliğindeki ütüş. Bir yerde pazar ilgiliği deseniz erken pazar iktisatın özünün kanuniyetine maslışış, pazarını erken koyup ettiş, pazarga siyaset arlaşmaslık, pazarga hukuk arlaşmaslık, pazarının erkinliği diye ki ticaret savdo ehlinin erkinliği de bulaş. Ahırı kelip baha ve pul ayrı başlaş, muşu sahalarda
bozorning ehtiyoji nima va ta'minlashning roli nima? Shunda bir qator masalalarda bozor egiligi o'tmaslik hozir dunyoda bir prinsipga aylanib turganda Jungo bundaq egilik o'tmagan ekan, 7 davlat guruhi buningga diqqat qiladi dedi. Ansiraydiganligini tahlilchilar bunday hisobladi. 7 davlat guruhi axboroti 7 davlat guruhining Jungo bilan bo'lgan munosabatlardagi yadroliq masalalarga o'rtaq diqqat qiladiganligini aks ettirib Jungoda hozir G'arb dunyosi nima masala bor deb qaragan bo'lsa, shu masalalar to'g'risi G'arb dunyosining fikri o'rtaqlikka ega bo'ldi, birdaklikka ega bo'ldi. Shunga hammamiz birlikda Jungoga shunda qaraymiz va Jungodan oladigan va beradigan talab ehtiyojlar ustida Jungo bilan shundoq dialoglashimiz, so'zlashimizga keldi vatandosh. Mesela iqtisodda buning uchun Yevropaga kirayotgan elektrik mashina, Amerika bozorlariga elektrik mashina Yevropa mı tadbir qo'llandi, Amerika mı tadbir qo'llandi. Hozir Jungoning bu soatga ishlab chiqarishi Johnson so'ziga qaraganda aslab qoldi yoki past qo'yga tushib qoldi. Sababi nimada Johnson buning texnik kuchi, Jungoning texnik kuchi yetishilmay qoldi deb ko'rsatdi vatandosh. Shunga demak G'arb dunyosining ko'z qarashi shu g'ayri bozor egiligi to'g'risida Jungoga qaratgan ko'z qarashi birdakdir. Endi hozir diqqat qilganimiz yadroliq masala o'rtaq diqqat qilganligini aks ettirib berdi. So'z, iboralar va harakat kaskinlik darajasi yuqori ko'tarildi. Mana shunday tunugaman deganda vatandosh hozir vaziyat deymiz, vaziyatga qaratilgan harakat, vaziyat deymiz, vaziyatga qaratilgan siyosat, so'z, iboralar va yoki harakatni tasviriy jumlaga ilishdan iborat. Siyosat xarakterli tasviriy jumlaga ilishdan iborat so'z, iboralarda o'zgarish bo'layotdi. Shunga harakatda o'zgarish bo'layotdi. Harakat bilan so'z, iboralar o'rtasidagi munosabatning birligi hozir bugungi kunda vaziyatni, mesela Yevropada Ukrayna vaziyatini, Osiyada Tayvan bo'g'ozi vaziyatini belgilayotdi dedi. Hozir bu yerda ham shunday debdi. So'z, iboralar va harakat kaskinlikning darajasi bu qatim axborotda 7 davlat axboroti yuqori ko'tarildi deydi. Bu kim bu bilsam 7 davlat guruhi davlat rahbarlari Italiyada o'tkazgan 2 kunlik yuqori darajaliklar suhbatidan keyin e'lon qilgan axborotda Jungoning ismini 29 qatim yig'iz qoldi. Men turgan degandim 30 qatim. Shuni ama bir xabarda shunday deyilgan 30 qatim. Bugun endi Jungoning ismi 29 qatim yig'izga ilindi dedi. Bu yig'izga ilishlar Jungoning Rossiyaga yordam berganligiga berib chetildi. Bu yig'izga ilishlar Jungoning savdo tijorat harakatlariga berib chetildi. Bu yig'izg'ilishlar Jungoning internet sohasida yomong'arazlik harakatlariga berib chetildi. Bu yig'izg'ilishlar Jungoning Tayvan masalasiga berib chetildi. Bu yig'izg'ilishlar Jungoning Sharqi dengiz va Janubiy dengiz, Jungo dengizidagi harakatlariga berib chetildi. Bu yig'izg'ilish Jungoning Tibet, Uyg'uriston, Şinjan'daki kişilik hukuk meselelerining umumiy ahvoliga berib chetildi. Bu yig'izg'ilish Hong Kongdagi bostirishlarga berib chetildi. 7 davlat guruhi o'tgan yili ochgan yuqori darajaliklar yig'indi Jungoning ismini 20 qatim yig'izga olgan edi. Bu qatim 7 davlat guruhi Italiyada ochgan yig'inida Jungoning ismini o'zidagi masalalarga munosabatlik ismini 30 qatim yoki 29 qatim yig'izga oldi dedi. Bugun xabarimizda shunday deydi vatandoshim. Faqat 7 davlat guruhi Rossiyaning harbiy mashinasiga yordam berayotgan Jungo va 3-bir davlatlarga davomli harakat qo'llanadi. Birinchidan ikkinchi 7 davlat guruhi ashunda mahsulotning besimini paydo qilgan Jungoning g'ayri bozor egiligi siyosatiga va harakatiga diqqat qiladi. 7 davlat guruhi yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari moliya ministri Janet Yellen mundaq ko'rsatdi.
Yeti devlet guruhining zo'r ilgirlashni qo'lga keltirganligi Jungoning eşindi mahsulotlar masalasi bo'yicha keng ko'lamli o'rtaq tunishga kelganligi bo'lib hisoblanadi deb ko'rsatdi Janet Yellen xonim, Amerika Qo'shma Shtatlari moliya ministri. Yeti davlat guruhi birlashma bayonot e'lon qilib, Jungoga qattiq signal berdi. Mavzuliq xabar 6-oyning 16-kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Ikkinchi xabar juma. Bu xabarda ko'rsatilishicha, Yeti davlat guruhi kishilik huquq masalasi bo'yicha Jungoning davlat ishidagi kishilik huquqiga diqqat qildi. Dafsanda qilinayotgan kishilik huquqiga diqqat qildi. Şinjan yoki Uyg'uristonni, Tibetni, Hong Kong rayonining kishilik huquq ahvolini eg'izga oldi va qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Bu leksimizning bosh qismida ham shundoq eg'izga oldik. Mana xabarning ikkinchi xabarda kelganligini ham sizga shundoq yetkazdik. Demak, bu qatam Yeti davlat guruhining yig'inida kishilik huquq masalasi turli şekilleri bo'yicha, mayli biz başta aytib keldik kishilik huquq, mayli olsun madaniyat yo'qotish harakati, mayli deydi qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchiligi, mushularni umumlashtirib kelganda xabar axborot sohasida Tayvan masalasi, Tibet masalasi, Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi degan mandaq bizning hisoblanishimiz va yoki tasviriy jumlalarga elishimizga bog'liq qoldi sizlarning oldinglarga. Vatandoshlar, bugun bu leksiyalarni topshirdik. Yeti davlat guruhining yig'inida kishilik huquq hargiz eg'izdan tushib qolmadi. Bu demak davomli diqqat, nazar doirasi va davomli kuzatish va baholash doirasida turayotganligini shundan ko'rib ola olamiz, hurmatli vatandoshlar.